Ey Navoiy qoblarini ko'rma asallık bilan kim bırakmam saldı koz kim bırakmam saldı koz uzmak gönül düşman imiş ay aman 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 ey. Qo'shiqlar ijrosi esa tadbir ishtirokchilariga unutilmas taassurotlar ulashdi. Ushbu ijrolar orqali shoir so'zlari qalblarga yanada chuqurroq kirib bordi. Men Mehdi Maysoğlu Azərbaycandan kelganman. Hozirda Farg'ona shahridagi 9-maktabda 11-sinfda o'qiyapman. Alisher Navoiyning asarlarini Markaziy Osiyo va Ozarbayjon xonandalari hamisha ijro etishgan. Navoiyning nafaqat O'zbekistonda, butun turkiy dunyoda sevilen shoir. Onun ijodi Ozarbayjon adabiyoti ham bilan bog'liq. U har doimo Nizomi Ganjavinni o'ziga ustoz deb bilgan. Bugunda shu tadbirda ustoz shoirning so'zlariga yozilgan bir go'zal Ozarbayjon maqomini ijro etdim. Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligiga bag'ishlangan mazkur tadbir yuksak ma'naviy ruhda o'tib, ishtirokchilar